Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan Shodiyoxon Abbosxonov Faberlik kompaniyasi direktori. Sizlarni yaxshi ko'rib, yana bitta video olgim keldi. Qaranglar, 8-mart bayrami kelyapti. Shunga o'sha hamma nabor tayyorlashni boshladi va turli xil naborlar bor Faberlik kompaniyasida va men sizlarga qaysi biri qanchaga tushishini va o'zim qanaqa naborlar qilayotganimni ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda mana bu juda ham go'zal bo'lgan naborlarni ko'rsatmoqchiman, chunki mana bu sirenni qarang, rasmlari ham juda ham chiroyli. Kimgadir sovg'a qilsangiz, тоже odam xursand bo'ladi. Bitta qo'l kremi bor, mist для telasi bor, ham sochlarga ham badanga sepadigan spesialniy suvi bor, shampun balzami bor, gelya dushasi bor. Mana shu nabor qarang. Gelya dushasi 23.900 hozirgi vaqtda chiqyapti. Shampun balzam 25.900, 21.900 misti va 21.900 anaqasi nima deydi, qo'l kremi. Короче, 100 ming so'm mana shu nabor va Faberlikning o'zini spesial paketiklari bor va bular ham turli xil. Hozir videoda ko'rib o'tasizlar. Mana bu paketikni qizlar men 9900 so'mdan oldim. Как раз mana shu 4 tali nabor sig'adi. Kodi 781 234. Bu kichkina hisoblanadi. M dan S razmer hisoblanadi, no M razmerni sal boshqacharog'i. Qarang. Mana shunaqa naborlardan qildim. Ko'ryapsiz, ikkita to'liq nabor qildim. Bunaqa 3 talik naborlarim ham bor, chunki kimgadir kerak bo'lmaydi. Balkim kimgadir mana bunaqa 2 talik nabor kerak bo'lar. Mana shunaqasi ham sotaman, chunki qo'shimcha olgan qo'l kremlarim ham bor. Endi maktab o'quvchilari so'rab qolishi bor. Endi qarayman, bitta xuddi shuni kameliya varianti bor. Bitta gelya dushasini qarang, тоже rasmini chiroylisini, barchasi san'at asari. Qo'l kremi. Mana bu qo'l kremi deylik 22 ming bilan gelya dushasi 24 ming, qancha bo'lyapti? 46 ming. 46 ming mana bu paketni qarang. Mana shu ikkalasiga mana bu paketni sosa bo'ladi. Bizda mana bunaqa mana bu paketimiz bor. Bu 11900 so'mdan, mana bunisi 9900 so'mdan. Hamma mana shu 11900 likka hisob o'rgangan mana shu ikkitaliklarni, lekin mana bu varianti ham juda ham nozik, chiroyli chiqar ekan. Hozir ko'rsataman. Qarang, ichi to'la Faberlik logotipi bilan bo'lgani uchun juda ham jozibador ekan. Agar kimgadir sovg'a olib boraman desa, 46 ming hisobladik, 10 ming, 56 mingga mana shunaqa shikarniy nabor bo'lyapti. Конечно, Faberlik a'zo bo'lganlar buni arzonroq oladi. Yana mana bunaqa Spring Beauty Pion varianti bor. Pionda ham shampuning, gelya dushasi, misti, badam uchun spreyida, qo'l kremi bor. Buni ham bitta rasmini yaqinlashtiray, ko'ring. Тоже qarang chiroylisini. Qo'l kremini ham yorqinligini qarang. Bu ham xuddi o'shanaqa 100 ming so'm nabor. Orqasiga paket olsangiz, qarang. Faberlikda yana mana shunaqa paketlarimiz bor. Artikulini qarang. 781.072. Bu ham 11900 so'mdan. Podarishniligini, go'zalligini qarang, chiroylisini. Конечно, buni olmasdan bo'lmaydi. Keyin yana bitta naborlarimizdan qilganim, qarang. Bu Mystic Cherry'dan Tobacco Vanil. Bu bitta nabor 120 ming so'm, orqasidagi bilan 130 ming so'm bo'ladi. Gelya dusha, uspokаивающий, atirga o'xshaydi, hidi juda ham uzoq qoladi. Buni kremi bor. Ham badanga, ham qo'lga suradigan, тоже uzoq turadi, hidi asablarni tinchlantirib beradigan seriyalardan. Buni tabak va vanili ham bor. Shunda bo'lyapti 120, orqasidagi bilan 130 bo'lyapti. Yaxshi ko'rgan odamingizga tabriklashga juda ham chiroyli nabor bo'lyapti. Keyingi naborlarimiz qarang. Spring Beauty'lardan har xil sochmasi. Kameliya variantini sizlarga ko'rsatmadimmi? Kameliya variantini ham bunaqa to'liq nabori bor. La kremni gelya dushasini oldim. Buni sovuni ham bo'ladi. Sovuni olmabman. Bunaqa universalniy kremini ham oldim. Gelya dushasi 30, kremi 40, 70 ming, paketchasi bilan 80 ming bo'ladi. Mana bu Vetamania seriyasining gelya dusha kremi hamda sovuni. Qarang. Mana ko'ryapsizmi? Buni orqasiga mana Faberlikni mana bu logotipli o'zinikini qo'ysangiz, chiroylisini qarang, asal, prям asal yeb qo'ygingiz keladi. 35 ming, 30 ming, 20 ming qancha bo'lyapti? 50 ming, 85, короче, nabor 100 mingga tushadi.
Mana bu shampuny kokoschani juda ham ko'p odamlar yoqtirdi. O'zi ham qizlar bu gigant varianti u. Qarang. Mana buni qarang kattaligini. Mana buni oldidagi variantini qarang. Bitta ona bilan chaqaloq bo'lib turibdi. Tak, bular 91 dan qizlar. Buni ham shampuny, ham gel dushasi Kakas Rafaellani hidi keladi. Nabor 180 ming bo'ladi. Prям maxi variant o'zingizga olsangiz bo'ladi. Bu ham mana bu variantdagi yo'q, buni kattaroq 15900 variantiga solinar ekan bular. Bu yoqqa ozgina kichkinalik qiladi. Xuddi shu paketlarning 15900 liklari ham bor. Keyin 150 mingga mana bunday nabor bor. Bu Intimgel seriyasidan. Bu o'ziga tortadigan feromonli seriya. Bu krem parfyum qo'llar va badan uchun. Mana bu badan uchun talk oldin Faberlikda yo'q edi, hozir chiqqan. Tak. 50 ming, 50 ming, 50 ming, 150 ming bo'ladi. Bu Intimgel. Hammasini hidi stoyki qizlar. Keyin mana bunday kichkina naborlardan ham oldim. Bu sumkada olib yuradigan atir bilan qo'l krem sumkada olib yuradigan variantlar. Tak, 15 grammli atir, 50 grammli qo'l krem. Katta atirni hidi o'shani hidi. Qancha edi hozir aytaman. 50 ming и 18 ming. 68 mingga mana shunaqa chiroyli nabor olsa bo'ladi. Mana bunaqa katta atirli naborlarni ham to'g'irlaganman. Bu Oferco Sensual atiri, gel dushasi, qo'l kremi ham chiqqan. Boshqa atirlarga ham shunaqa naborlarim bor. Sizlar ham mana shunaqa chiroyli naborchalar qilib turib sotsangiz bo'ladi. Ko'proq zakazlar olib turib, savdolaringga baraka, bayramlardan foydalanib, yana hozir roza kunlari to'ja hamma bir-biriga sovg'a bergisi keladi. O'shalarda ham tanishlarga qimmat bo'lmasigan, lekin men xursand qilsa bo'ladigan sovg'alar ko'p. Masalan, mana bunaqa olib sovg'a qiling yoki sovg'aga taklif qiling, odamlar bir-birini xursand qilishi uchun. Chunki mana 50 mingga tushgan nabor 50 ming qayerlarda qolib ketmaydi. Yo'lkirani o'ziga ham ketib qoladi qizlar. Shunga mana shunaqa zakazlarim, bundan tashqari yana ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim bor edi. Oxyology naborini olganman. Keyin katalog narxlarida arzon chiqqan. Keyin mana bu gel transformer har xil yuzga to'g'ri keladi. Asosan yoshlarga yuzga surtganda suvga aylanib ketadigan gellardan biri. O'zim uchun Salonkia'ni soch bo'yog'ini oldim. Yaxshi ko'rib ishlatyapman oxirgi vaqtlar. Aynan mana shu seriyani oldim, ekspertni yaxshi ko'rib ishlatardim. Mana buni o'zimga oldim, BB kremni, chunki tonal kremdan yengil narsa xohlayotgandim. Tonal kremdan yengil bu BB kremlar bo'ladi. 92 ming so'mdan oldim. Keyin Skydrive murskoy atir, 8 elementni rosa hidini sog'ingan edim. Shuning uchun murskoylardan zakaz qildim. Enzimniy pudra zakaz qildim. Agar burningizda qora tochkalar bo'lsa, yuzingiz chiroyli qarislarnikiga o'xshagan tiniq bo'lishini xohlasangiz, to enzimniy pudra ishlatishingiz kerak. Haftada 2 marta. Kim ishlatadi? Yuzi normalniy va yuzi yog'lilar. Agar yuzingizda yoki belingizda toshmalar bo'lsa ham enzimniy pudra ishlatsangiz bo'ladi. Ham oqartirishga ham yordam beradi ozgina. O'zimga yana olgan narsalarimdan bu shampuny qayzg'oqqa qarshi har doim ishlataman, yaxshi ko'raman. Keyingi katalog narxlarida sotib olganman. Mana bu bitta chiroyli rangini ko'rsatmayapti to'liq, qarang. Bu pomadalar labga vitaminli, juda stoyki emas, lekin hamma labga tushadi. Ichida yog'lar bor, labingizni yumshoq qiladi. Mana bunaqa balzam blisklar oldim, 32900 dan. Shikarniy, odamlar yaxshi ko'radi. Конечно, magniy B6 homiladorlar ichsa bo'ladigan, emizikli ayollar ichsa bo'ladi. Va 3 yoshdan boshlab bolalarga bersangiz, bolalaringiz uyqusi yaxshi bo'ladi, miyasi yaxshi rivojlanadi. Sanzani atirini kuponga oldim. Bu safar mahsulot xarid qilganingizda, keyingi safar xarid qilishga kupon beryapti. Men o'shalarni ishlatib olaman. Sanzani atirini, Beauty Caprice atirini, mana bu Disrabel atirlarini barchasini 136 ming so'mda oldim. Alatau atirini esa 95 ming so'mga oldim. O'sha 70% skidka kuponlarimga. Katalogda hozir men 154 mingdan chiqyapti. Sanzania 266 dan chiqyapti. Beauty Caprice 205 mingdan, Disrabel 266 dan chiqyapti. Ko'rdingizmi, Faberlikka a'zo bo'lganlar qanaqa yutadi. Конечно, sizlar o'sha betda ko'rdilaring, paketlarni ko'p olib qo'yganman. Chunki bu yerdagi hali qiladigan sovg'a naborlarim bor, hozir yig'aman hammasini. Sizlarga ham
kim mana shunaqa Faberlic a'zo bo'lib, mahsulotlarni arzon skidkada olishni xohlasa, menga yozinglar, telefonimga aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham a'zo bo'lib turib, arzon olishni o'rgataman. Sizlar ham foyda qilasizlar. Agar o'zlaringga uylaringga olmoqchi bo'lsalaring ham aloqaga chiqinglar.